Assalomu alaykum barchaga. Men Ilyosbek Chorshambeyev, Berniy School xususiy maktabining asoschisi va rahbariman. Maktabimiz o'quvchilarimizning natijasi va ta'lim sifati bilan butun Qarshidagi barcha ota-onalarning ishonchini qozonsa mubolag'a bo'lmaydi. Shu sababdan ko'pchilik ota-onalar farzandini bizga ishonib topshirishmoqda. Bulardan 3-4 sinflarimizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 3-4 sinf o'quvchilarimiz bilan biz o'tgan o'quv yilida Prezident maktabi, ixtisoslashgan maktablarga kirish bo'yicha yuqori natijaga erishdik. Buning asosiy sababi biz 3-4 sinf o'quvchilarimizga to'g'ri, ya'ni sinovdan o'tgan ta'lim tizimini joriy qilganimiz va o'quvchilarimizga to'g'ri maqsad qo'yib bera olganimiz deb o'ylayman. Bugun sizlar bilan mana shu 3-4 sinf o'quvchilarimizning ta'lim tizimi haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Barchaga ma'lum, bolalar bog'chalik davrida 1-2 sinfligida ma'lumotlarni asosan yodlab o'rganishadi. 9-10 yoshdan boshlab, ya'ni 3-4 sinfga o'tganda bolalar ma'lumotlarni fikrlab, tushunib o'rganishni boshlashadi. Mana shu davrni biz jamoamiz bilan samarali tashkil etish uchun 3-4 sinf o'quvchilarimiz va ularning ota-onalariga aniq maqsad qo'yib berishga harakat qilamiz. Bu maqsad qanday? Ya'ni 4-sinfni tugatganda o'quvchilarimiz Prezident maktabi, Al-Xorazmiy maktabi, ixtisoslashgan maktablarga kirish bo'yicha u yerdagi sharoitlarga asosan bolalarni qiziqtirib boramiz. Bu orqali biz nimaga erishamiz? Biz bu orqali 10-11 sinflarga qanday mas'uliyat bo'lsa, mana shu mas'uliyatni 3-4 sinf bolasiga berishga erishamiz va mana shu orqali ularga ingliz tili va matematika fanlarini chuqur o'rgatishdek kuchli natijani hosil qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. 3-4 sinf o'quvchilarimizning dars tizimiga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, biz 3-4 sinf o'quvchilarimizga har kuni 3 soatdan ingliz tili va 2 soatdan matematika fanlarini o'tib boramiz. Ko'p soat qo'yishdan asosiy ko'zlangan maqsad shundaki, eng yaxshi olingan bilim bu amaliyot orqali olingan bilim. Biz mana shu ko'p soat qo'yish orqali fanlarni ham amaliy ham nazariy bilimlarni birlashtirish orqali ularga matematika va ingliz tilini chuqur o'rgatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bizda bundan tashqari o'sha davlat standartidagi fanlar, ona tili, o'qish, tabiiy fan, rus tili fanlari bilan birgalikda sport ham parallel o'tib boriladi. O'quvchilarimizga qulay bo'lish uchun maktabimizda darslar 8:30 dan 16:45 gacha davom etadi. Bu oralikda o'quvchilarimiz 3 mahal ovqatlanishadi. Shahardan qatnaydiganlar uchun bizda olib kelish xizmati, ya'ni avtobus xizmati ham mavjud. Tumandan kelganlar esa yotoqxonada qolib o'sha o'qish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bundan tashqari qo'shimcha tarzda biz o'quv yil davomida 3 marta ota-onalar bilan yig'ilish o'tkazib boramiz. Yig'ilishdan ko'zlangan asosiy maqsad o'qituvchilarimiz bilan birgalikda ota-onalar bilan suhbatlashish orqali biz o'quvchilarni yana chuqurroq tushunish orqali ularga samarali darslar tashkil qilib berishga erishamiz. O'quvchilarimizni fanlarga yanada qiziqtirish maqsadida butun Qashqadaryo viloyati bo'yicha olimpiada o'tkazamiz maktabimizda. Bu olimpiadaga qatnashish orqali o'quvchilarimiz butun viloyatdagi o'z o'rinlarini bilib olishadi va o'sha fanga bo'lgan o'sha yanada qiziqish, oldilariga o'sha aniq maqsad qo'yib harakat qilish orqali fanlarni chuqur o'rganib borishadi. Hop, o'quvchilarimizni o'sha zerikib qolmasliklari uchun biz har 2 oyda bir marotaba sport musobaqalari tashkil qilganmiz. Bular o'sha voleybol, shashka, stol tennis va futbol musobaqalarini o'tkazish orqali o'quvchilarimizni o'sha yanada qiziqtirishga erishamiz. Hop, endi barchaga ma'lumki, o'sha tartib, tarbiya yaxshi joyda ta'lim sifati yaxshi bo'ladi. Biz jamoamizdagi yetakchi o'qituvchilar va xodimlar bilan birgalikda o'quvchilarga umumiy ravishda bir oyda bir marotaba tarbiyaviy soatlar tashkil qilib boramiz. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchilarimiz o'sha tartibli bo'lishi va ularning o'sha qat'iyatli bo'lishiga erishish hisoblanadi. Hop, ta'limdagi natijalarni ota-onalar va o'qituvchilarimiz umuman barchamiz kuzatib borish maqsadida har oyda bir marotaba o'sha nazorat testlari ham o'tkazib boriladi. Berniy School xususiy maktabining rahbar sifatida o'zimni va butun jamoamizning asosiy maqsadi o'quvchilarimizning sifatli ta'lim olishi va yuqori natijalarga erishishlariga sababchi bo'lish.
Yuqorida aytib o'tilgan ta'lim tizimi va shart-sharoitlarni kuzatib, ko'rib, sinab ko'rish istagida bo'lganlarni biz Berniy xususiy maktabimizda kutib qolamiz.